Neko kanaliga xush kelibsiz. Bugungi video juda ham uzun bo'ladi. Videoda Naruto animesi haqida to'liq gaplashib chiqamiz. 1999-yil Masashi Kishimoto Naruto nomli mangani ishlab chiqishni boshladi. Ushbu manga shonen asari edi va bu manga 2014-yilgacha ishlab chiqarildi. Manga mashhurlikka erishgani sabab anime ishlab chiqaruvchi studiyalar bunga qiziqish bildirishdi va Naruto animesini Studio Period ishlab chiqarishni boshladi. Mangaga asoslanib ishlab chiqarilayotgan animening ilk qismlari tomoshabinlar orasida mashhur bo'lmadi. Sababi u vaqtlar shonen yo'nalishidagi animelar kam va deyarli ular umuman mashhur emas edi. Naruto animesi esa 20-qismga kelib mashhurlikka erishdi. Sababi aynan 20-epizodda animedagi ilk qayg'uli sahnalardan biri bo'lib o'tadi. Zabuza Momochi va Hatake Kakashi o'rtasidagi jang. Haku va Zabuzaning o'rtasidagi munosabatlar va do'stlik kabi tuyg'ular aks ettirilgan sahna anime tomoshabinlarini qiziqtira boshlaydi. Shunday qilib anime tomoshabinlari yanada ko'paydi va nafaqat Yaponiya, balki O'rta Osiyo va G'arb mamlakatlarida ham anime ishqibozlari ko'paya boshladi va Naruto shunchalik mashhur bo'ldiki, uni hamma anime tushunchasini o'rniga Naruto deb atashni boshlashdi. Va butun dunyo bo'ylab ushbu anime 250 million nusxadan ko'proq sotilgan va kelgan daromad, ya'ni Naruto animesi, Naruto mangasi, merchlar, video o'yinlar, litsenziyalar va hokazolar ortidan kelgan daromad jami hisobda 5 milliard dollarni tashkil qilgan va bu albatta taxminiy summalar. Hozirgi kunga kelib bular albatta o'zgargan bo'lishi mumkin. Albatta yaxshi tomonga. Animega kirish. Animening butun boshli tarixi Konoha qishlog'idan boshlanadi va bundan keyingi voqealar rivoji ham bevosita bir-biriga chambarchas bog'lanib ketaveradi. Ilk epizodda bizga Minato ko'rsatiladi. U qishloqni 9 dumli tulkidan xalos qiladi va uni Narutoga muhrlab qo'yadi. Naruto Jinchurikiga aylanadi. Uning ichida 9 dumli Kurama bor edi. Shu sababdan uni qishloqda ko'pchilik yomon ko'rardi. Hatto u bilan do'stlashishga ham qo'rqishardi. Naruto yoshligida layoqatsiz, dangasa va o'yinqaroq edi. Naruto ninjalar akademiyasiga kirishni orzu qilar edi. Uning eng katta orzularidan biri Hokage bo'lish edi. Keling Hokagelar va ninjalar darajasi haqida ham biroz gaplashib o'tamiz. Ninja akademiyasi o'quvchisi. Bu ninjalar hali havaskor ninjalar bo'lib, ular hali unchalik ham kuchli emasdi. Genin rasman ninja maqomi berilgan va o'zlari uchun yetarlicha kuchli texnikalarni qo'llay olgan. Qisqa qilib aytganda, juda ham yaxshi jang qila oladigan ninjalardir. Chunin bu genin darajasidan ancha yuqoriroq daraja bo'lib, bu darajadagi ninjalar biroz xavfli bo'lib, ular kuchli janglarda o'zini yaxshi ko'rsata olishgan. Jonin yuqori darajali ninja bo'lib, u bemalol geninlarga ustozlik qila olgan va murakkab texnikalarni qo'llay olishgan. Takebetsu Jonin yuqori darajali shinobi bo'lib, deyarli Kage darajasida bo'lgan va bunday jangchilar asosan anbularda bo'lishgan. Anbular hokimiyat uchun ishlashgan, ularga turli xil og'ir missiyalar berilgan va ular bu missiyalarni osongina bajara olishgan. Kage qishloq rahbari bo'lib tayinlangan. Jang qilish san'ati juda ham kuchli. Eng yuqori darajali ninja bo'lgan, ya'ni ana shu qishloqning rahbari Kage deb aytilgan. Naruto olamida biz yagona tirik Hokageni ko'ramiz. Uning ismi Sarutobi Hiruzen edi. Anime boshida unchalik qiziq bo'lmagan jamoalar bilan tanishamiz. 7-jamoada esa bizning qahramonlarimiz yig'iladi. Sasuke, Sakura, Naruto va ularning ustozi Kakashi. Bu uchlik kuchli jangchi bo'lishga juda ham qattiq intilishar edi. Narutoning orzusi Hokage bo'lish bo'lsa, Sasuke shunchaki o'ziga ko'proq kuch yig'ib, o'z klandoshini yo'q qilish ilinjida edi. Sakuraning orzusi esa shunchaki Sasukening oldida bo'lish. Jamoa birgalikda turli xil missiyalarga chiqishardi. Ulardan eng birinchi va xavflisi Zabuza bilan bo'lgan jang edi. Ana shu jang sharofati bilan Naruto Kuramaning chakrasidan allaqanchasidir ishlatdi va Hakuni deyarli o'ldirish darajasiga bordi. Sasuke esa o'z sharinganlarini uyg'otdi. Ana shu yerda biz Naruto animesidagi asl kuch mezonlarini bilib olishimiz mumkin. Animeda kuch, chakra, texnika, irsiy qobiliyatlar rol o'ynaydi. Kakashining kuchli va qudratli va eng muhimi, nusxalovchi ninja ekanligini ham aynan mana shu qismda bilib olamiz. U Zabuzaga qarshi jangga chiqadi, lekin jang oxirida Zabuza shunchaki taslim bo'ladi. Sababi uning hamrohi Haku o'lim yoqasida edi. Aynan mana shu moment tomoshabinlarni voqea ichiga yanada ichkariroq olib kiradi va bu yerda fidoyilik va haqiqiy do'stlik ko'rsatiladi. Animening 40 va 60-qismlariga kelib, genin darajasidan chunin darajasiga o'tish imtihonlari ko'rsatiladi. Yangi qahramonlar ko'payadi. Rock Lee, Gaara, Temari, Kankuro, Tenten va barcha qishloqdan kelgan yosh geninlar o'zaro jang qilishadi va chunin darajasiga ko'tarilishadi. Imtihon davomida animedagi eng qiziqarli va epik momentlar bo'lib o'tadi. Rock Lee va Gaara o'rtasidagi jang, Naruto va Neji Hyuga o'rtasidagi jang, Neji Hyuga va Hinata Hyuga o'rtasidagi jang. Eng kulgili va eng g'alati janglardan biri Shikamaru va Temari o'rtasidagi jang. Bu jangni Shikamaru shunchaki Temariga yutqazib beradi. Sababini esa video oxirida bilib olasiz. Imtihon davom etmoqda, ammo Orochimaru ismli shaxs qishloq Kagesiga qarshi chiqadi va aynan ana shu vaqtda imtihonlar to'xtatiladi.
Orochimaru Edo Tensei texnikasi bilan birinchi va ikkinchi Hokagelarni chaqiradi. Endi Sarutobi 3 kishiga qarshi chiqish kerak edi. Orochimaru, Hashirama va Tabiramaga qarshi. Bir o'zi jang qildi, ammo jang oxirida Sarutobi vafot etdi. Chunin imtihonlari qoldirildi. Bu vaqt ichida Itachi Uchihani birinchi marta ko'ramiz. U Akatsuki a'zosiga aylangan bo'lib, uning janglardagi sherigi Kisame Hashigaki bilan birga Konohaga kelishadi. Ularning asosiy rejasi Narutoni olib ketish edi va Akatsuki haqida ham biroz keyinroq gaplashamiz. Qishloq Kage tayinlash kerak edi. Lekin arzigulik hech kim topilmagani sabab Lady Tsunade Hokage lavozimini o'z bo'yniga oladi. Sabab u buyuk 3 saninlardan biri edi. Naruto esa bu vaqt ichida Jiraiya bilan birgalikda undan kuchli texnikalarni o'rganish bilan vaqt o'tkazayotgan edi. Ular birgalikda vaqt o'tkazishadi va aynan Lady Tsunadeni ham Konohaga ular olib kelishgan edi. Keyinchalik Naruto Rasengan, klonlash texnikasi kabi kuchli texnikalarni o'rganishni boshlaydi va Jiraiya bilan birga uzoq safarga chiqib ketishadi. Sasuke esa allaqachon Orochimaruning oldiga mashq qilgani ketgan edi. Orochimaru Sasuke'ga tamg'a o'rnatib qo'ygani sabab u tamg'adan qutulish va o'zligini topish uchun Orochimaruning yoniga ketadi. Sakura esa Tsunade bilan birgalikda mashq qilishadi. U tibbiy ninja bo'ladi va qo'l jangidan kuchli ustozdan dars oladi. Kelgusi bo'ladigan voqealar esa shunchaki fillerlar. Naruto, bo'ron yilnomalari. Barcha qahramonlarimiz anchagina ulg'aygan va ular yetuk ninja bo'lishgan edi. Lekin biz Sasuke'ni hali hamon ko'rmaymiz va ikkinchi qismga kelib biz Sasuke'ni ko'ramiz. U ham anchayin ulg'aygan va juda ham qudratli shinobiga aylanganini bilishimiz mumkin. Naruto, Sakura va Sai Sasuke'ni orqaga qaytarish uchun qo'llaridan kelganini qilishdi, ammo Sasuke'ga bular qiziq emasdi. Uning birdan-bir maqsadi o'z akasi Itachi'ni o'ldirish edi. Mana eng qiziqarli joyiga ham yetib keldik. Akatsuki guruhi. Ushbu guruh butun boshli anime olamidagi eng sirli va xavfli guruhlardan biri bo'lib, u yerdagi jamoa a'zolari S darajadagi qochoq shinobilar. Tasavvur qilishingiz uchun S daraja bu eng yuqori daraja bo'ladi. Keling endi Akatsukining asl rejasi haqida ham to'liq gaplashib chiqamiz. Akatsuki aslida yaxshilik uchun tuzilgan maxfiy guruh edi, lekin vaqtlar o'tib bu guruh shunaqangi vahshiylashib ketdiki, barcha kalla kesarlar va qochoq jinoyatchilarni o'z ichiga olaverdi. Akatsukining rejasi bijularni, ya'ni qudratli maxluqlarning kuchini bir yerga jamlash edi. Mahluqlar esa ba'zi bir odamlarga muhrlangan edi. Misol qilib, Naruto, Killer Bee, Gaarani aytishimiz mumkin. Bu qahramonlarni Jinchuriki deb bilamiz va ular ichida aynan mana shu Akatsuki birlashtirmoqchi bo'lgan kuch bor edi. Shu sababdan ular ilk qadamni Gaaraga qaratishadi. Gaarada bir dumli Ichibi Jinchurikisi bor edi va bu Jinchurikini Akatsuki tortib olmoqchi edi. Jinchurikini olish uchun Gaarani o'g'irlab ketishdi. Bu missiyaga Deidara va Sasori boshchilik qilishdi. Bular kim deysizmi? Ular haqida ham keyinroq gaplashamiz. Gaarani o'g'irlab ketishgach, uni qutqarish uchun Naruto, Sakura, Kakashi, Sai, Yamato va Gai jamoasi yo'lga chiqadi. Akatsuki Gaarani o'g'irlashni uddaladi, ammo Gaarani ichidan Jinchurikini chiqarib olish uchun ularga ko'p vaqt kerak edi. Shunday qilib bu vaqt ichida Naruto va qolganlar Gaarani qutqarishga yetib kelishdi. Akatsuki a'zolari to'planadigan sirli g'or ichkarisida atigi ikkita Akatsuki a'zosi bor edi. Ular Deidara va Sasori. Deidara Kakashi va Narutoga qarshi jang qiladi. Sasori esa Sakura va Chiyo buviga qarshi jang olib boradi. Ikkala jang ham shafqatsiz va tuzoqlarga boy bo'ladi. Bu yerda Naruto Deidarani osongina yo'q qilib yuborishi mumkin edi. Kakashi aynan shu momentda o'zining Mangekyo sharinganlarini ishlatdi. Sakura esa shunchaki tibbiy ninja bo'lgani va oldida Chiyo buvi bo'lgani sabab Sasorini yenga oldi. Sasorining eng kuchli tomonlaridan biri u o'z tanasini qo'g'irchoqqa aylantirib olgan edi va bu jangda o'lmaslikni ta'minlagan. U o'z qo'g'irchoqlari bilan kuchli jang qila olgan. Lekin bu texnikalarni Chiyo buvi bilar edi va unga qanday chap berishni ham bilishi bu turgan gap edi. Negaki Chiyo Sasorining buvisi edi. Chiyo buviga qanchalik qiyin bo'lmasin, u o'z nabirasiga qarshi chiqadi va jangda ular g'olib bo'lishadi. Deidara esa qochib ketadi. Shunday qilib ular Gaarani qo'ldan chiqarishadi. Keyingi navbat esa Narutoga edi. Naruto ichida yuqorida aytib o'tganimizdek Kurama, ya'ni 9 dumlining kuchi bor edi. Va bu kuchni olish uchun endi Akatsuki Narutoni olib qochish yo'llarini izlay boshlashdi. Qarabsizki, Narutoni shunchaki olib ketish oson emas edi. Uning uchun kuchli jangchi kerak edi. Shu sababdan Akatsuki ularga qarshi Itachi Uchiha va Kisame Hashigaki'ni yolladi. Naruto bu jangda yengilishi ehtimoli katta edi. Sababi Itachi o'z ko'zlaridan shunaqangi kuchli foydalanar ediki, genjutsu texnikalarini undan-da yaxshiroq bajara oladigan Uchiha hali anime olamida yo'q edi. Kisame Hashigaki esa kuchli nahang ko'rinishida bo'lib, unda qudratli Samehada bor edi. U suv texnikalari bilan yaxshi ishlay olgan. Naruto bilan birgalikda bu jangda Kakashi va Sakura bor edi. Kakashida sharingan bo'lgani sabab u biroz bo'lsa Itachining genjutsular ta'siridan qocha olgan, lekin Naruto umuman bu texnikadan qocha olmagan va bir marta genjutsu ta'siriga ham tushib qolgan. Sharinganlardagi genjutsu odamni ruhiy jihatdan qiynar edi. Vaholanki atrofdan qaragan odam sizni shunchaki turganingizni ko'radi, lekin aslida siz genjutsu olamida bo'lasiz. U yerda sizni o'ldirishlari ham mumkin va bu ta'sir sizni tanangizga ham ta'sir qiladi. Xullas bu murakkab texnikalar.
Bular haqida alohida video ishlaymiz. Ya'ni aynan mana shu Naruto ichidagi kuchlar haqida ham alohida video ishlaymiz. Video yoqayotgan bo'lsa like bosing. Kakashi Itachi bilan avvallari ham birga ishlagan, hattoki unga bir ikkita texnikalarni ham o'rgatgan va shu sabab Kakashi Itachini qanday jang qilishni, unga qanday chap berishni ham yaxshi bilardi. Jang oxirida Itachi shunchaki yo'qoldi va jang faqatgina Kakashi uchun og'irroq keldi. Sababi undagi Sharingan ko'zlar Uchihalar kabi xohlagan paytda yonib, xohlagan paytda o'chmas edi. U har doim yonib turgan sabab Kakashidan qanchadan ozroq mana olib turgan. Uni kuchini so'rib turgan desak ham bo'laveradi. Tasavvur qiling, Mangekyo Sharinganni ishlatish hattoki ba'zi Uchihalarga ham qiyin edi, lekin Kakashi buni ishlata olgani sabab undan katta kuch talab qilgan. Qiziq fakt, Kakashi Uchiha bo'lmasa-da, unda Uchihalarda bo'lgandek Sharinganlari bo'lgan. Bu Sharingan ko'zni unga Obito bergan va shu sababdan ham Obitoning niqobida bitta ko'z uchun joy bor. Bitta ko'zi Sharingan, bitta ko'zi Rinnegan. Akatsuki Narutoni olib keta olmadi. Keyin bo'lib o'tadigan voqealar esa Killer Bee bilan sodir bo'ladi. U ham Jinchuriki bo'lib, unda Hachibi, ya'ni 8 dumlining kuchi bor edi. Akatsuki unga ham biroz muddat qiziqdi, ammo ular Killer Beeni o'g'irlashga harakat ham qilishmadi. Sababi Killer Beega Naruto va qolganlar yordamga kelgan edi. Shunday qilib Rapper akamiz tirik qoladi. Akatsukini biroz muddat chetga surib turamiz. Uyatsiz darvesh Yomg'ir qishlog'iga borib Pain haqida barcha ma'lumotlarni yig'a boshlaydi. Pain Jirayaga begona emasdi. Jiraya uzoq yillar avval 3 ta yetim bolakaylarga biroz muddat ustozlik qilgan edi. Ular Yahiko, Konan va Nagato va bu uchlik kelajakda Akatsukini barpo qilishdi, lekin ayrim sabablarga ko'ra Yahiko olamdan ko'z yumdi. Shunday qilib Nagato va Konan birgalikda Akatsukining liderlariga aylanishgan edi. Akatsuki haqida ham video tayyorlaganmiz. Uni mana bu tugmacha orqali ko'rib olishingiz mumkin. Nagato juda ham kuchli bo'lib ketgan edi. 6 ta Painni bir vaqtning o'zida boshqara olgan va butun boshli Akatsukining liderlaridan bo'lgan. Konan esa qog'oz bilan portlovchi texnikalarning malikasiga aylangan desak ham bo'laveradi. Nagato Pain sifatida Yahikoning tanasidan foydalangan. Uning asl ko'rinishi mana bunday bo'lgan va bu Naruto-shunoslar uchun oddiy bir ma'lumot, lekin bilmaganlar uchun bu katta ma'lumot bo'ldi deb o'ylayman. Jiraya Painni topadi va barcha 6 ta Painga qarshi chiqadi. Afsuski bu jangda Jiraya halok bo'ladi. Shogird o'z ustozini yo'q qiladi. Bu fojia anime tomoshabinlarini larzaga soladi. Jiraya shunchalik kuchli bo'lsa-da, baribir u halok bo'ladi. Naruto ayni vaqtda qurbaqalar mamlakatida tahsil olayotgan edi. Chunki Narutoning ustozi Jiraya ham qurbaqalar bilan shartnoma tuzgan edi. Naruto anchayin kuchli va deyarli Sage modga yaqinlashib qolgan edi. Jirayaning vafotini eshitgan Naruto anchayin qayg'uga botib qoladi va Jiraya uchun Paindan qasos olish ilinji unda paydo bo'ladi. Ketma-ket keladigan epik janglar davom etadi. Bu safar aka-uka Uchihalar o'rtasidagi jang bo'lib o'tadi. Itachi va Sasuke ikkalasi ham juda kuchli. Ikkalasida ham kuchli Sharingan ko'zlar. Ikkalasi ham Uchiha avlodidan, lekin hali hamon Sasuke Itachiga tenglasha olmasdi. Sababi Itachidan Mangekyo Sharingan bor edi. Bu oddiy Sharinganga qaraganda kuchliroq Sharingan bo'lib, bu orqali Genjutsuning asl kuchini ko'rsatish mumkin edi. Shunga qaramasdan Sasukening Sharingani ham kuchli edi. Xullas jang taqdiri aniq edi. Itachi bu jangda osonlik bilan Sasukeni mag'lub qilishi mumkin edi. Lekin Itachi o'z ukasini juda ham yaxshi ko'rgani sabab u o'z ukasiga yutqazib berdi. Lekin jang maydonida buni bildirmadi. Sababi jangni yana bir kishi kuzatib turgan edi. U ham bo'lsa Zetsu. Zetsu shu yerdaligini Itachi ancha avval payqagani sabab u o'z ukasi bilan xuddi ayovsiz jang qilayotgandek o'zini ko'rsatdi. Lekin aslida Itachi o'z ukasi Sasukega ozor berishni xohlamagan edi. Sasuke jangda g'olib bo'lganini ko'rgan Zetsu bu xabarni Obitoga yetkazish uchun bordi. Bu vaqtda Obito Naruto, Hinata, Sai, Kakashi, Yamato va Shinoga qarshi jang olib borayotgan edi. Sasuke g'olib bo'lganini bilgan Obito o'z rejalarini yanada chuqurroq qila boshladi. Aynan mana shu epizodda biz Obitoning haqiqiy ovozini eshitamiz. Omotta to'rida. Sasuke o'z maqsadlarini bajargandek edi, lekin u hali hamon katta sirdan, ya'ni Itachining sirlaridan bexabar edi. Obito fursatdan foydalanib Sasukeni o'zi bilan olib ketdi va Sasukega barcha sirlarni aytib berdi. Jumladan, Itachi aslida yovuz emasligini, uni majburlashganini va barcha haqiqatlarni unga aytib berdi. Ustiga ustak Obito manipulyatsiya qilishni juda ham yaxshi bilardi. Shunday qilib Obito o'z yo'lida turgan ba'zi bir shaxslarni yo'q qilish uchun Sasukedan foydalana boshlagan. Sasuke sirlarni bilib olgach, akasi Itachi uchun barcha dushmanlardan qasos olishni boshladi. Avvaliga u Danzoni yo'q qildi. Sababi Danzo hukumat tepasida bo'lgan vaqtlar Itachini o'z klanini qirishda ishlatgan va o'limga sababchi bo'lgan asosiy shaxslardan biri edi. 4-buyuk ninzalar urushi. Mana bu jang anime olamidagi eng dahshatli va epik janglardan biri edi. Deyarli barcha qishloq kagelar, 3 ta Jinchuriki, 4 ta kage, 80 mingta ninza bitta jangchiga qarshi. Madara Uchiha. Ushbu ismni eshitgan har bir ninza qo'rquvdan titrar edi. Negaki Madara Uchiha shunchalik qudratli ediki, buni ta'riflashga til ojiz.
4 buyuk ninjalar urushi nimadan kelib chiqdi? Asosiy sababi Infinity Tsukomi rejasi va keyingi sabab Akatsukining bijularni yig'ishi va ularning kuchidan foydalanishi edi va bundan ko'p qishloqlar aziyat chekkan va qishloqlar aro nizo kelib chiqishiga sabab bo'lgan va bu esa buyuk ninjalar urushining boshlanishi edi. Kabuto Edo Tensei bilan o'sha buyuk va kuch-qudratda tengi yo'q Madara Uchihani chaqirdi. Madara Uchiha taijutsu, ninjutsu va genjutsuda yuqori darajali jangchi edi. Jang boshlandi. Madara 80 mingta qo'shinni birma-bir yo'q qila boshladi. Endi aynan mana shu jang nimadan kelib chiqqani haqida to'liq tushuntirib beraman. Bu biroz chalkash va biroz zerikarli mavzu bo'lishi mumkin. Obito Kagelar yig'ilishida Infinity Tsukomini, ya'ni bitta texnika bilan barcha odamlar ongini bitta illyuziyaga jamlash rejasini aytdi, lekin bu Kagelarga yoqmadi. Tobi shunday deb aytdi: "Agar rozi bo'lsangiz, hech qaysi biringiz zarar ko'rmaysiz. Agar yo'q desangiz, buyuk ninjalar urushi boshlanadi" deb. Kutilganidek qishloq rahbarlari bunga rozi bo'lishmadi va jang boshlandi. Jangni olib borish uchun Shinobilar alyansi kuchlari tuzildi va bu urush maydoni 5 ga bo'lindi. Birinchi bo'lim Darui bo'linmasi eng xavfli katta darajadagi chakraga ega bo'lgan, ya'ni eng kuchli jang qiladigan dushmanlarni to'xtatish uchun tuzilmaydi. Ular Kinkaku va Ginkakuga qarshi jang qilish kerak edi. Ginkaku va Kinkaku juda ham kuchli aka-ukalar edi. Ular Kyuubi chakrasining deyarli yarmidan foydalana olgan va haddan tashqari xavfli bo'lishgan va bu ikkalasiga qarshi birinchi bo'limga javobgar bo'lgan. Ikkinchi bo'lim Kankuro bo'linmasi. Ularning vazifasi Edo Tensei orqali chaqirilgan kuchli va asosiy janglarni to'xtatish edi. Ularning dushmani esa Deidara Sasori va Chiyo Buve edi. Deidara Sasori va Chiyo Buve qanday kuchga ekanligini esa allaqachon bilib bo'ldik. Uchinchi bo'lim Kitsuchi bo'limi. Bu bo'limning vazifasi esa Zabuza Momochi, Haku va Mitsning 7 buyuk qilichbozlari bo'lib, ular ham kuchli edi, lekin birinchi bo'limiga qaraganda anchagina kuchsizroq edi. 4-bo'lim Gara bo'linmasi. Ularning vazifasi eng kuchli va eng strateg dushmanlarni to'xtatish. Ularning asosiy dushmanlari 2-Mizukage, 3-Raikage, 4-Kazakage, 2-Tsuchikage. Va bu jangda Gara o'z otasi bilan yuzma-yuz keladi va Garaga uning otasi barcha tarixni aytib beradi. Raikage va Mizukage Edo Tenseining eng kuchli jangchilari edi. 5-bo'lim Mifune bo'linmasi. Ularning vazifasi tez harakat qiladigan va o'rta darajadagi ninjalarni to'xtatish edi. Ularning dushmani esa Mifune va Hanzo. Va yana maxsus bo'linmalar ham bo'lgan. Sakura va Shizune. Tibbiy bo'limi Mabui teleportatsiya va jang ortida qo'llab-quvvatlash kabi ishlarni amalga oshirgan. Jang faqat Madara va 80 ming qo'shin bilan tugab qolgani yo'q. Faqatgina Madaradan tashqari Edo Tensei bilan Itachi, Nagato, Sasori, Kakuzu, Deidara, Ginkaku, Kinkaku va shu kabi kuchli jangchilar Kabuto Edo Tensei texnikasi bilan jang maydoniga qayta chaqirilgan edi va shu sababli ham jang 4-buyuk ninjalar urushi deb atalgandi. Xullas jang oxiridan Madara Gudoudamaga ega chiqadi va bu kuch bilan haqiqiy Rinnegan kuchlarini oladi. Shundan keyin u Gudoudama, Limbo Hangoku, Senjutsu Mode kuchlarini qo'lga kiritadi. Bu esa Madarani deyarli yengib bo'lmas darajaga olib chiqadi. Keyin esa Madara bijular qudratini birma-bir sug'urib olishni boshlaydi va Madara Obitodan Rinnegan yordamida Jubi Jinchuriki bo'lish uchun barcha dumlilarni, ya'ni ana shu 1 dumlidan tortib 9 dumligacha bo'lgan bijular qudratini tortib oladi. U Shikaku, Matatabi, Isobu, Son Goku, Kokou, Saiken, Chumei, Gyuku va Kuramani Narutodan sug'urib oladi. Bu paytda Narutodan Kurama chiqib ketgani sabab Naruto o'lim yoqasiga keladi. Gara Narutoni jang maydonidan olib qochadi va unga yordam beradi. Naruto hali hamon o'lim bilan kurashayotgan edi. Gara esa uni qutqarish uchun Sakura va qolgan Kagelar oldiga olib boradi. Mana bu kadrlarni eslagan bo'lishingiz kerak. Bu vaqt ichida Obito o'zini qurbon qiladi. Hatto Sasuke ham o'lishiga bir bahya qoladi. U Madaraga qarshi chiqadi. Madara esa uni bir zarba bilan o'ldirishgacha ham borishi mumkin edi. Keyinchalik Naruto va Sasuke birga Madaraga qarshi jang qilishadi va ularga Atotsuki kuchi beriladi. Narutoga Senju Yang Force, Sasuke'ga Senjutsu Yin Force kuchlari beriladi. Bu vaqt ichida Madara allaqachon Atotsuki kuchiga ega chiqib bo'lgan edi. Keyin esa Edo Tensei bilan chaqirilgan Kagelar kirib kelishadi. Hashirama, Tabirama, Hiruzen va Minato ular Madaraga qarshi jang olib borishadi. Hashirama va Madara yana to'qnashadi. Qadimgi raqobat yana qaytadi. Oy rejasi amalga oshish arafasida edi. Madara deyarli jamiki kuch-qudratni o'z ichiga olgan ayni vaqtda unga hech kim xalal bera olmas edi. U Infinity Tsukomini amalga oshirdi va keyin to'satdan kutilmagan holat yuz berdi. Madarani tanasi birdaniga Kaguya'ning tanasiga aylandi va bu yerda shuni bilishimiz mumkinki, Kaguya aslida Madaradan foydalangani va umuman yolg'on ichida qurilgan tarixni ko'ramiz. Hali ham tushunmaganlar bo'lsa, oy rejasi nafaqat hammani tinch yashashi uchun, balki u Kaguya'ni qaytarish uchun kalit edi. Bundan keyin bo'ladigan jang juda ham murakkab bo'ladi. Masalan, Kaguya o'z olamlariga jangchilarni tashlab yuboradi. Janglar juda ham shiddatli bo'ladi. Sasuke to'liq Narutoga yordam beradi. Xullas bu voqealarni o'zingiz ko'rganingiz yaxshi. Aynan mana shu qismlarni men o'z Telegram kanalimga joylab qo'yaman. Telegram kanal esa videoning kommentariyasida bo'ladi.
Agar sizga ham mana shunday ajoyib prevyular va turli xil shunga o'xshash posterlar kerak bo'lsa, Muhammadillo dizaynerga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sifatli prevyular va qulay narx barchasi ushbu dizaynerlik xizmatida mavjud. Buyurtma berish uchun havolani video kommentariyasi va opisaniyasida qoldiraman. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Do'stlar, bu videoning birinchi qismi mana shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Keyingi qismda qahramonlarimizning hayoti va ular haqida chuqurroq tahlil qilib, Boruto seriyalariga ham biroz to'xtalib o'tamiz. Sizlar bilan qisqa vaqt ichida Neko bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.